Pul ishlaydigan YouTube kanali O'zbekistonda turib qanday qilib ochamiz? Mana shu darsigimizda sizlarga to'liq informatsiya berib o'taman. Mana shunaqangi tekin darsliklarimiz ko'payishi uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmang. Birinchi bo'lib qilishimiz kerak bo'lgan ish bu Gmail ochib olish hosili bilan birinchi bo'lib Gmail ochamiz. Buning uchun nima qilamiz? Shunchaki Google Chrome'ga kirib olasiz. Telefoningiz yoki kompyuteringiz orqali buni aloqasi yo'q. Kirganingizdan keyin shunchaki gmail.com deb yozamiz. Xo'p, yozganimizdan keyin bizani avtomatik o'sha Google Gmail saytiga olib kiradi. Kirgandan keyin mana ko'rishingiz mumkin. Imенно mana shunaqa oyna ochiladi bizda. Delia lishni использование bo'limini tanlaymiz bu yerdan va bu yerga email bo'limiga ismimizni yozamiz. O'zimizni ismimizni, ya'ni kanal nomini yozish bu yerga shart emas. Xo'p, deylik masalan, ismimizni yozamiz va dalilni bosamiz. Familiya shart emas. Bu yerga kunni yozamiz va bu yerga esa oyni belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Albatta bu yerga o'zimizni yilimizni yozamiz. Polga esa belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mujski yoki jenski. Bu yerdan dalil tugmachasini bosamiz va bizga taxminiy Gmaillardan foydalanishimizni, ya'ni so'rayapti, xohlasak mana shu Gmaillarni tanlab foydalansak bo'ladi, xohlasak albatta yangi Gmail o'zimiz uchun yaratsak bo'ladi. Bu bizga zarur emas, o'shaning uchun dalilni bosamiz. Bu yerga esa bizani doimiy esimizda qoladigan parolni kiritishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerga misol tariqasida yozamiz. Parolni kiritganimizdan so'ng bizda mana shu holatda PKR kodni so'raydi. Ya'ni bu yerda nima qilishimiz kerak bo'ladi? Qo'limizdagi telefonimiz orqali mana shuni shunchaki skaner qilib olishimiz kerak bo'ladi. Qanaqa holatda? Shunchaki kameraga kirib olasiz va mana shuni skaner qilasiz va sizda avtomatik Google'ni saytiga olib kiradi. Hosiliga qisqacha tushuntirib o'taman. Google saytiga olib kirgandan keyin bizda avtomatik o'sha telefon raqamimizga kod so'raydi, ya'ni jo'natish so'raydi. Mana bu yerda отправить SMS turibdi bizda. Agar bosadigan bo'lsak, bizda avtomatik mana shu telefon raqamimizdagi SIM kartaga to'liq kod yuboriladi va o'sha kodni bu yerga kiritib Gmailni ochib olsak bo'ladi. Biz Gmail ochib olganimizdan keyin albatta qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu YouTube kanalimizni sozlab olishimiz hamda sozlab qilishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun nima qilamiz? Shunchaki YouTube'ga kirib olamiz. Kirganimizdan keyin mana bu yerda bossak, sizlarda YouTube Studio degan joy chiqadi. O'shanga bosib, mana bu YouTube Studioga kirib olishingiz kerak bo'ladi. Kirganimizdan keyin bu yerda Nastroyka kanali degan bo'lim bor. Mana shu bo'limga kiramiz va bu yerga birinchi bo'limga bannerimizni yuklashimiz kerak bo'ladi. Banner qanaqa holatda bo'ladi? Bu kanalimizning banner qismi 16:9 formatda yuklashimiz kerak. Mana bu yerda albatta razmerini ham yozib qo'ydi. Faqat 6 megabaytdan katta bo'lmagan fayl bo'lishi kerak bizda. Undan keyingi narsa 1:1 formatda avatarka yuklashimiz kerak bo'ladi. Deylik, mana bu yerda tayyor avatarka bor. O'shani yuklab qo'yamiz bu yerga. Avatarkani ham yuklab olganimizdan keyin mana bu yerda kanalimizning nomini yozishimiz kerak bo'ladi. Bu yerga kanalingizni nomini yozasiz. Deylik, mana bu holatda Hop, Ctrl S qilamiz, mana shu nomni kiritib qo'yamiz. Bundan tashqari albatta xohlasanglar username bo'limiga ham o'sha kanalingizning nomini yozib qo'ysanglar bo'ladi. Albatta bu ixtiyoriy. Yozamiz, deylik bizda o'tmaydigan bo'lsa, mana shunaqa holat chiqadigan bo'lsa, bu zaynat bo'ladi. O'sha joyga nima qilamiz? Yonidan bitta ikkita raqam kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Deylik, mana shu holatda. Va bizda to'liq qabul qiladi. Undan keyingi narsa kanalimizning bio qismidagi opisaniyasi hisoblanadi. Bu yerga nima qilamiz? Mana shu yerga tayyorlab olgan opisaniyamizni yozib olamiz. Shunchaki ChatGPT orqali albatta qilishingiz mumkin. Avatarkani ham, bannerni ham, opisaniya va taglarni ham ChatGPT orqali qilishingiz mumkin bo'ladi. Va keyingi qiladigan ishimiz bizda to'liq tayyor bo'ldi. Mana bu esa long video qo'ygan vaqtimizda kanalimizni o'ng tomon pastki burchagida chiqib turadigan logotipimiz bo'ladi. Agar xohlovchilar bo'lsa, albatta bu yerga ham o'shani yuklab qo'yish mumkin, lekin hajmi 1 megabaytdan oshmasligi kerak bo'ladi. Bu yerdan keyingi narsa Nastroyka bo'limiga o'tib olamiz. O'tganimizdan keyin birinchi bo'limda bizda valyutani ko'rsatib turadi. Bu narsa bizga u darajada, ya'ni muhim emas. Ikkinchisi bu kanal bo'limi. Kanal bo'limidan birinchi bo'lim bu strana. Strana bo'limi nima vazifani bajaradi? Bu sizga hech qanaqa bir auditoriyangizni Amerika Qo'shma Shtatlari qilib qo'ymaydi, shunchaki monetizatsiya bo'limini sizga ochib beradi. Mana bu yerda monetizatsiya bo'limiga o'tadigan bo'lsak, albatta bizda Avstriyada ham mavjud monetizatsiya to'liq. Lekin sizda O'zbekiston yoki umuman tanlamagan turadi va mana bu bo'lim ochiq turmaydi sizda. Agarda siz Nastroyka bo'limidan kanalga o'tib, mana shu yerdan Amerika Qo'shma Shtatlari Soedinniy shtatni belgilab qo'yadigan bo'lsangiz, albatta sizda to'liq bu yerda monetizatsiya bo'limi sizga ochiladi. Bu yerda Soedinniy shtat qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va Klushevitslava bu taglar kanalimizga yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana shu joyga shunchaki tayyorlab qo'ygan men taglarimni kiritib qo'yaman. Va keyingi qiladigan ishimiz taglarni kiritamiz. Kiritganimizdan keyin mana shu holatda bizda o'tadi. Расширение настройка bo'limiga o'tamiz va net moy kanal delete qilib qo'yamiz. Nima uchun? Sababi bizani videolarimiz YouTube Kids'ga o'tib ketmasligi uchun. Agarda YouTube Kids'ga o'tadigan bo'lsa, videolarimiz rekomendatsiyadan
qolib ketishi va rekka chiqmasligi mumkin bo'ladi. O'shaning uchun bu yerga belgilab qo'yamiz va доступный funksiya bo'limiga o'tamiz. Va mana bu ikkinchi bo'limni bosgan holatda подтвердить nomer telefona degan bo'limga bosishimiz kerak bo'ladi. Va bu yerga siz Beeline raqamingiz bo'lsa, albatta O'zbekistonni belgilab, Beeline raqamingizni kiritib, bemalol tasdiqlasangiz bo'ladi. Qolgan sim kartalarda hozirda mavjud emas, ya'ni Google SMS kodni qo'llab-quvvatlamaydi. O'shaning uchun Beeline raqam kiritsangiz bo'ladi. Yoki-da qanaqadir saytlar orqali virtual raqam bilan tasdiqlasangiz bo'ladi albatta. Keyingi narsa bizda загрузить video bo'limi. Mana bu yerga nazvani yozib qo'yadigan bo'lsangiz, hamma videoingizga bir xil nom bo'ladi. Keyinchalik video yuklayotgan vaqtingizda nom yozmasangiz ham bo'ladi. Описание ham xuddi shunaqa, tag ham xuddi shunaqa holatda. Ya'ni bir marta yozib qo'yasiz, keyingi videolaringizga yozmasligingiz kerak bo'ladi, lekin buni men maslahat bermayman. Har bitta video uchun alohida tag, alohida описание hamda alohida nom yozilgan ma'qul. Расширение настройка bo'limiga o'tamiz va birinchi bo'lim kategoriya bo'limidan bizni развлечение qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Yo'nalishimizga moslab albatta, agarda siz yo'nalishingiz musiqa bo'ladigan bo'lsa, musiqa, sport bo'ladigan bo'lsa, sport deylik, o'zingiz yo'nalishingizga moslab belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Albatta, hozir meni yo'nalishim sportga oid bo'lgani uchun o'shaning uchun sportni belgilab qo'yaman. Va yozik video bo'limi mavjud bizda. Yozik video bo'limidan biz angliskiy соединение shtatni belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu yerga ne vibraniya qilamiz, ya'ni tanlamaymiz, hech qanaqa kerak emas. Bu yerga ham angliskiy соединение shtatni belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va bu yerda qolgan bo'limlar bizga umuman kerak bo'lmaydi, shunchaki saqlanib qilamiz va bizda kanalimizning nastroykasi to'liq tayyor bo'ldi. Agarda siz YouTube orqali to'liq daromad qilishni xohlasangiz, albatta men sizga Telegram kanalimni tavsiya beraman. Sababi baribir kanal ochganingiz bilan siz to'g'ri yo'nalish tanlashingiz, to'g'ri kontent qilishingiz kerak bo'ladi. Meni Telegram kanalimga o'tib qo'ysanglar, albatta siz YouTube'ni to'liq noldan boshlab o'rganishingiz mumkin bo'ladi. O'shaning uchun sizga ham maslahat berardim, Telegram kanalimizga o'tib qo'yishinglarni. U yerda ko'proq YouTube bo'yicha informatsiyalarni hamda natijalarni to'liq tashlab boramiz. Telegram kanalimizga o'tish uchun shunchaki YouTube kanalimiz bio qismidan silka orqali o'tsanglar bo'ladi. Xohlasanglar Telegramga kirib, katta harflarda Teno pastki chiziqcha 7 deb yozsanglar ham albatta chiqib keladi.